Xo'p, toshmalarga e'tibor beramiz. Bitta orqani ham ko'rsating aka. Xo'p, kurs qancha bo'ldi davom etyapti? 6 oy. Kurs 6 oy davom etyapti. Kursda Deka, Asus, Balda, Mix, Ultra hammasi bo'lgan. 6 oy kurs ketdi. Kurs boshlagancha 2 oydan keyin toshma chiqdi. Хорошо. Ну, aka o'zimizda jaydar bola ekan, короче, pitaniyani bosar ekan, zalni kuchli qilgan. Toshmalarga vaqt bo'lmay uncha e'tibor bermagan. Kurs tugagandan keyin o'sha toshmalar bilan ro'za vaqti bir shug'ullanaman desa, vrachlarga borgan. Vrachlar kursdan keyingi o'zini gormonlari tiklangan, полностью. Elga, fezga, testosteroni ham tiklangan. Kimdir bitta vrach ko'rib aytibdi, toshmalaringni yo'q qilish uchun testosteronning 7 nanogramm ekan, bu ko'proq ekan, picha tushirish kerak, bo'lmasam yaxshi bo'lmaydi deb aytgan. Men bu narsani birinchi marta eshityapman. To есть mana bu yerda analizda mana testosteron bu yerda hozir 7 nanogramm chiqyapti. No, da testosteron ham, любой steroidlar ham bu sanli железani, ya'ni yog' bezlari ishini kuchaytiradi, lekin bu degani tabiiy testosteronni tushirish kerak degani emas. Bu umuman noto'g'ri ko'rsatma, chunki erkak qiladigan narsa testosteron. Testosteron faqat muskul emas, umuman kayfiyat, motivatsiya, libido, seksga bo'lgan xohish hammasini beradigan narsa. Так что uni tushirmasdan просто lechina qilamiz endi dальше.